Hojining taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar juda ham yaxshi. Shu Toshkentdan shu Jidda shahrigacha qanday taassurotlar? Samolyotda o'ylaganimizdan ham ziyoda. Samolyotda xizmatlar ham juda yaxshi bo'ldi. yaxshi bo'ldimi? Ha, men ikkinchi marta kelishim, o'tgan safar Samarqanddan kelgandim. Unda ham yaxshi, bu safar ham juda ham yaxshi. Aviakompaniya xizmatidan ham rozimiz. Yaxshi xizmat qilishdi, ko'rsatishdi. Nasib bo'lsa, ozgina vaqtdan keyin Madina Munavvara shahriga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahriga borasiz-da, taassurotlaringiz bir boshqacha bo'layotgandir? Ha, bo'layapti. Salovat aytib keldik kegincha. Demak, Yana avval borguncha- kelgansiz, hojona gapingizni bo'ldim, avval kelgansiz, Rasululloh shahrida bo'lgansiz. Ha, bo'lganman. Endi yana ham boshqacha bir taassurot, yana ham sog'inch bilan kelayotgandirsiz. Ha, nima aytku? Ko'rmaganga bir armon, ko'rganga ming armon. Xuddi shunday. Armon bilan kelyapman. Albatta, Yana albatta. o'tgan vaqtda bajarmagan amallarni yana mukammalroq qilib bajarishga. Inshaalloh, albatta. Hojona bilan qilayotgan kelganman, ibodat inshaalloh. ziyoratlaringiz, endi qiladigan ibodat ziyoratlaringiz Alloh qabul qilsin. Hojona Rahmat. ko'rib xursand bo'ldik barchalarni. Alloh rozi bo'lsin. Hisobingizda. Mashaalloh. Bo'ldi, shuni aytmaysizmi? Singillarim bilan kelyapman deb qo'yasiz. Aka, bitta ulab olamiz. Mana shu Kim bilan safarga- keldingiz hojona? Mana shu safar ziyoratga mana singillarim, yangam, Voy, mashaalloh, mana 4 kishi. kelinlarim 4 kishi olib keldik. Alloh rozi Nasib bo'lsa bo'lsin, yana barchalar xursandmiz. yana boshqalarni ham olib kelamiz. Albatta, hojona yana inshaalloh. chaqirsa.